Nima farqi bor? Bugun pizzalarni test qilib ko'ramiz. O'ng tarafimda Apex pizzasi, chap tarafimda esa boshqa brend pizzasi. Qaysi brend pizzasiligini kommentga to'g'ri yozgan odamga bitta pepperoni pizza manni. Ataylab ikkita bir xil pizzani bir xil razmerda etdim. Pepperoni pizzasi 30 sm dan. Birinchi farq, Apex o'z pizzasini 18 daqiqada yetkazib berdi va yetkazib berish uchun umuman pul olmadi. Ikkinchi brend pizzasi esa 40 daqiqada yetib keldi. Buni ham dastavkasi bepul ekan. Ikkinchi farq kolbasalar soni. Apex'ni pepperoni o'rta razmerdagi pizzasida kolbasalar soni 21 ta ekan. Boshqa brend pizzasida esa 17 ta kolbasalari bor ekan. Kelinglar yaxshisi challenge qilamiz. Siz ham o'rta razmerdagi pepperoni pizzasini olasiz va kolbasalar soni nechtaligini sanab, buni storiesizga joylaysiz. Men esa uni repost qilaman. Bu o'yin bolajonlaringiz uchun juda ham qiziqarli bo'lishiga ishonaman. Xamirida deyarli farqi yo'q. Ikkalasi ham yuqqagina. Faqat boshqa brend pizzasini bortiga sal qalinroq. Ta'miga keladigan bo'lsa, ikkala pizzani ham ta'mi yaxshi. Faqat Apex pizzasida tagiga suriladigan sousi ko'proq. Shuning uchun mazani yana ham nasishinni qilib beryapti. Ha, yana bitta foydali ma'lumot. Apex pizzani dastavkasi 24 ga 7 ishlaydi. Keyingi videoda qanaqa mahsulotni solishtirishimni xohlaysizlar? Buni kommentga yozib ketinglar.